Iltimos sizlardan mana shu videoga like bosinglar, maksimal tarqatinglar, repost qilinglar, nima qilsangiz qiling. Butun O'zbekiston ahliga yetkazishga harakat qilaylik. Hurmatli vatandoshlar, ota-onalar, agar farzandingizning kelajagi siz uchun zarracha ahamiyatli bo'lsa, ushbu fikrlarimni oxirigacha tinglashga harakat qiling. Xullas, bugun bir videoni ko'rib qoldim. Videoda qaysidir faxshni targ'ib qiladigan, faxsh qo'shiqlarni aytadigan bir bloger bitta viloyatga borgan va uni kutib olish uchun yuzlagan yoshlar intiqlik bilan turibdi. Tasavvur qilyapsizmi? O'spirin yoshdagi bir to'da tirranchalar qaysidir bir faxsh targ'ibotchilariga ko'mirlik qilishyapti, muxlislik qilishyapti. Vaziyat naqadar jiddiy ekanligini siz his qilyapsizmi? Eng yomoni o'sha yoshlarning orasida hijobdagi qizlar ham bor. Bu nimani anglatadi? Bu hattoki o'zini dindor hisoblaydigan oilalarda ham tarbiya unutilyapti. Ota-onalar nazoratni susaytirib yuborishyapti. Farzandi kimni kuzatyapti, kimga obuna bo'lgan, kimning videolariga like bosyapti, zarracha e'tibor berishmayapti. Tasavvur qilyapsizmi? Oldimizda katta xavf turibdi va mana shundan ogohlantirib chiqar ekanmiz. Afsuski, bunaqa videolar nari borsa 100 ming, 200 ming marta ko'riladi. Lekin qaysidir bir fohisha ketini o'ynatib chiqar ekan, uni millionlab odam ko'radi. Bu fikrlarimni aytsam, kimlardir sening darding, aktivligingni ko'tarish, million ko'rishlariga erish deb o'ylashi mumkin. Baraka topkurlar, bu gaplarda menga zarracha foyda yo'q. Bosim bo'lsa bo'ladiki, bu gaplarim uchun hech kim menga kelib rahmat demaydi yoki hech kim qandaydir bir moddiy manfaat berib ketmaydi. Maqsadim xalqimizni ogohlantirish. Salkam 40 millionlik xalqimizning hech bo'lmasa 10dan biri mana shu fikrlarimni eshitsin deyman. Lekin afsuski, fikrlarimiz sahroga tongan tomchidek yo'q bo'lib ketyapti. Afsuski, xalqimiz mana shunaqa fikrlarni qo'llab-quvvatlamayapti. Va natijada fohishalarning oshig'i olchi tushib, bitta ketin o'ynatgani million martalab ko'rilyapti. Bu dardimni his qilishingiz uchun sizga yana qancha bir yuragimni achishtirib gapirishim kerak, baraka topkur vatandoshlarim. Oldimizda nihoyatda katta bitta xavf turibdi, faxsh balosi. Agar bugun biz mana shunga qarshi hammamiz yoppasiga kurashmas ekanmiz, qizlarimiz fohisha, o'g'illarimiz bir buzuq bo'lib ketadi, baraka topkurlar. Nahotki mana shuni yuragingizdan his qilmayapsiz? Bugun o'sha fohishalarni, faxsh targ'ibotchilarni kuzatayotgan yoshlar katta ehtimol bilan aynan shunaqa fohishadan farqi qolmaydi. Mana shuni tushuninglar, iltimos sizlardan. Iltimos sizlardan mana shu videoga like bosinglar, maksimal tarqatinglar, repost qilinglar, nima qilsangiz qiling. Butun O'zbekiston ahliga yetkazishga harakat qilaylik. Mayli bu gaplarimni kimdir o'zini faolligini oshirish, million ko'rishlarga erishish uchun qilyapti desin, mayli tupurganman, lekin ularga ey baraka topkurlar, xalqimizni ogohlantiraylik. Oldimizda katta bitta xavf turibdi. Mana shuni ko'plar his qilmayapti va bugun mana shu xavfdan hammamiz ogoh bo'lishimiz kerak. Agar bugun mana shu xavfga jo'ppasiga kurashmas ekanmiz, ertaga juda katta balolar bizni kutadi. Vatan omon bo'lsin.